Do'kon ochdim. Bugun mana bu masalliqlarni sotamiz, do'stlar. Sizlar bo'lsa videoga like bosingizlar va kanalga obuna bo'lingizlar. Hozir men ana bu yerda yosh bola kelyapti. Kelaver. Nima olasan? Bolakay. Assalomu alaykum. Namcha aytib gapirasan? Soqovmisan nima balo? Siznikingiz nima? O'zi puling bormi? Nima olasan? Manga go'sht kerak. Qo'ydi go'shtimi? Ha, Nechta? bitta. Amay, senga ikkita nech pul berasan? Yaramas, nech pul? Men qayerdan bilaman? Siz bilasiz. Bu go'shtning narxi 20 ming so'm. 20 ming ber menga. 20 taga bo'ladimi? Ha. Qimmat-ku. Qayda qimmat ber? Na buncha ming'ullaysan? Sen bola. Janob, men hisoblashni bilmayman gapirga. Hali maktabga ham bormayman. Aha, beraver. Mana rahmat, bo'pti. Bilakansan-ku. Yaxshi qoling, mayli. Bor ket. Eshikni ochib ketaymi? Aha, ochib ket, havo kirsin. Yo'q, havo kirmasin. Keragi yo'q sizga. Mayli, Agma u yerdan ketsin, yaramas. yaxshi qoling. Sanashni bilmayman turib 20 ming so'm berib ketdi. Ketdimikan? Hozirgina sana ketibdi. Endi yana klientlarni kutaveramiz har doimgidek biz. Mana tez klientlar kelsin. Ish qilib keyingi safar kim kelar ekan? Kutamiz hozir. Yo, bu kim bo'ldi? Assalomu alaykum. Xo'sh, yaxshimisan? Bo'lyaptimi? Yaxshi. Nima olasiz? Aroq berasan, aroq yo'qmi? Yo'q, sizga zakiskaga bor. Olma bor zakiskaga, sabzi bor. Yo'q, bo'pti, senga to'xta, menga hozir. Tarvuz oling agar bolalarga. Yo'q, men signaman, bolalar yo'q. Qanday sizga sigmasiz? Nech bo'ldi? Tarvuz 30 ming so'm. 30 ming. Izmurat. Endi tarvuzlar qimmat bo'ldi, bilasiz, ikkita oldingiz. Senga nechtadir berib yuboraman ekanman. 34 ta sandan emas, mandan emas. Yaxshi. Yaxshi qolishingga. Bo'pti, irib ketibsiz. Yo'qolingga sasib ketibsiz, juda. Sasib ketibsiz. Alkashligingizdan sasib ketibsiz. Yo'qoling. Sasib bordi do'konimda ham. Yana klientlar qachon kelar ekan? Klientlar endi kelishini kutamiz va endi yana mana bu yerdan keladi. Yaxshi, narx oldik. 54 ta izmurat. Endi yana kutamiz qachon kelar ekan. Siz kim bo'ldingiz? Assalomu alaykum. Nima olasiz? Gapiring. Gapirolmayman. Gapiring. Nima oldingiz? Tuxum oldingizmi? Tort oldingiz? Nech pul demaysizmi? Yo, gapiring. Nech pul bo'ldi? Gapirmaydi. Faqat ashamaliku dedi. Gapirmaydigan ekan. Mayli, endi yana kutamiz.
tez kelsin. Sizlar bo'lsa videoga like bosingizlar. Bizlar hali ham 20 ta obunachiga erishganimiz yo'q. Hozir kechqurun ham bo'lib qoldi. Tez endi kelsin. Hozircha 3 ta. Bittasi qizcha, ikkinchisi bir qanaqadir sassiq boboymi? Uchinchisi bolakaycha. Endi eshikni ham ochib ketmagan. Hozir endi kim keladi? Kuttirmay kelsa-da. Kelishi ham buncha qiyin bularni. Hozircha yaxshi pul olyapmiz. Olmush Izmurod bir ko'chaga borib kelay. Qani kimlar keladi? Hech kim kelgani yo'q. Mayli o'tiraveraman. Tez kelsan. Tez kelsa bo'lmaymikan? Mana bularni tez olib kelgan zakazchi. Shuning uchun men ham odamlar kelib qolmasin deb buni men tez qildim. Yomg'ir yoqdi. Shuni boshladi va o'g'yapti yomg'ir. Hozir yomg'ir yog'yapti. Shuning uchun men mana buni eshikni yopib qo'yaman. Sovqotib ketdim. Menda zakazlarim qachon kelar ekan? Klientlar kelishim buncha qiyin bo'lsa. Yomg'ir tindi. Endi eshikni ochaveraman. Tez kelsa, millioner kelyapti. Millioner. Assalomu alaykum. Qandaysiga sizni narsangiz? Qani hujjating bormi? Hujjating yo'q axir. Yoki bormi hujjating? Ayt menga. Yo'q, qandaysiga? O'zim qurganman-ku axir. Sen jinni bo'lganmisan, sen bola yo'qol. Qarochi yo'qol deyapti. Yo'q, qandaysiga yo'qolaman? Bo'lmasa hujjatni ko'rsat. Hujjatni ko'rsat. Hujjatim yo'q. O'shadan meni Balkim olarman. yo'qol bo'ldi, yo'q bo'l. Yo'q, nega? Yo'q. Do'stlar, u meni o'ldirdi. Qazosini olmayman. Chunki u millioner. Chunki millioner. Dokumentim yo'q edi, hujjatim ham yo'q edi. Mayli. Hozir bormikan? Shuni tekshiramiz. Nega meni do'konimda narsalarimni olyapsiz? Axir narsalarimni o'zim olay. Axir buni pulga. Buni axir pulga olganman. Mana senga oyog'ingdan dab. Bo'ldi. Mana bu pullarimni ham olay. Men nimaga olib qo'yapman deyaymi? Chunki bu yer meni yerim. Mendan ruxsat ham so'ramagansan. Chunki bu yer tekinga berilmaydi. Chunki bu yer sotiladi. O'shaning uchun sendan olib qo'yapman. To'g'ri tushun meni ham. Yana menga gapirib yotma, qasos olaman, deb. Tinchgina bu yerdan tezroq keta qol joyga. Siz bilan urushmayman. Mayli, bo'la qol. Sen bilan urushaman deganim yo'q. Endi men ko'chaga qolib ketdimmi? Men ro'kyosan nimalar deyapsan? Sen jinni bo'lganmisan? Nimaga unaqa deb tashlayapsan? Jonatan yo'qol, yana qaytib keladi bu ahmoq. Sizniki emas-ku, siz qurganingiz yo'qmi? Sen bu yerni axir men sotib olganman janob merdan. Pul yo'qoldi Jonatan. Janob mer ketgan edi shaharga. Qanaqasiga ukam nimalar deb tashlabsan? Mana hamma joyga qo'lim yetadi. Shuning uchun sotib oldim bu joyga yaqindagina. Janob mer. Izmurod bersam do'konimda qaytarib olsam bo'laveradimi? Bu joy meniki endi. Axir hujjat olaman. Yo'qol, men ruxsat bermayman. Meni yerim yo'qol. Mayli do'stlar. Qandaysiga hujjati yo'q bo'lsa ham sam bo'laveradi-ku.
jin ursin. Hozir tekshiramiz. Barchaga xayr do'stlar. Bugungacha shu yetadi. Bugun men Riyan. Mana bu Sifat millionerda deb bo'ldi hammasi. To'xta bor ekan. Videom shu paytda tugadi. Sizga gapirganim yo'q. Obunachilarimga gapiryapman. Obunachilaringga gapirishni ham avval bilib ol. Nimalar deb tashlayapsan? Axir meni joyim bo'lsa bu nimalar deyapsan? Bo'pti Jonursan, yo'qol, gapga tushunasanmi sen o'zi? Yo'q, tushunmayman. Tushunyapsanmi? Bu joy menikimi? Sani joying emasmi? Mendan ruxsat so'radingmi yoki? So'raganing yo'q, o'shada so'raganing ham yo'q. Sotib olganingda hammayda boshqa. Hozir sotib olaman. Yo'qol, endi menga pul kerak yo'q. Bu yerda mazza qilib yashab yuraman. Siz nega yashaysiz bu yerdan? Chiqib keting siz. Chiqib keting bu yerdan. Politsiya chaqiradi yo'q. Bo'ldi. Sen nimisan? Meni yerim deyapman. Gapga tushunmaysanmi? Yo'qol. Bo'ldi. Yo'qol, kelma bu yerga. Jonimga qilib tegib ketding sen. Riyib degan bola. O'tgan videoda meni uyimda o'marganding. Esingdan chiqdimi? Sen o'zi qotilsan, shuni bilasanmi? Sen jinoyatchisan, o'g'ri. Qayda? Shu videoni ikkinchi qismi chiqish kerak. Ana shunda sizdan qasosini olishim kerak. Obunachilar 20 ta like qilsalaring mana shu millionerdan mana shu o'zimni mehnat qilgan joyimni qaytarib olaman. Sizlar bo'lsa 20 ta like dan keyin video chiqadi do'stlar. Sizlar bo'lsa like bosingizlar shuning uchun. Bo'pti do'stlar, xayr, endi bu millioner endi bu do'konimni oldi. Xayr do'stlar, ko'rishguncha.